Yoshlar chuqur pul saqlashni o'rganib qo'yish lozim. Sizga desam, sizning hozir cho'ng yeb cho'ng ichishingiz sizningki boyvachcha ekanligingizni ko'rsatmaydi. Siz o'ylab baqdingizmi? Siz hisobot qilishga uringan chaqda sizningki o'rningizda chin ko'ngildan men pul to'laychi deydigan odamingizdan qanchalik bor? Agar pulingiz eshib turadigan holatda yashayotgan bo'lsangiz, buning qarayat chaqliq. Navada oila sharoitingiz odatdagicha hamda sizda oylik pulni aran yetkazib qashlayotgan ahvol bo'lsa, endi davomli cho'ng yeb cho'ng ichsangiz atrofingizdagilar oldingizda voy adash deb o'shamat qilishi aniq, lekin orqangizdan sizni ahmancha deb pullaydiganlarning borlig'ini unutib qolmang. Siz yiqqan necha tuman pul uncha ko'pda qilmagan bilan amaliyotda siz hushyorroq turib, obdan bir ishga mablag' selib olsangiz, kishilik hayotingizning dastlabki ulini yaxshi sala olishingiz mumkin. Navada siz salla diqqat qilmasangiz, necha hayotda, necha haftada bu pulning kulini ko'k so'rib etasiz. Tavanda pul yig'olmayotgan sizga bab keladigan 4 turli taklifni beraman. Birinchisi, hargizmi aldiroq sonliq qilib, inovatli karta, huobe shundaqla turli qarz elish detallarga yiqi yo'llama. Buni hisob boshqarishdagi eng to'van chekingiz qilib bekitib oling. Gapimga cho'qim ishoning, bu gaplar hargizmi sizga ziyonli emas. Ikkinchisi, cho'qim o'zingizning chiqimini kontrol qilishni o'rganib olishingiz lozim. Bo'libmi, yoq yurtda tirikchilik qilayotganlar, ijara uyda turib, tamoqni sirtda yeyotganlar texmi sagak bo'lish lozim. Biroq quti ichimlik setib olishni o'ylashga vaqtingizda qoldiq so'mga bir qarab etishni o'zingizga odat qiling. Chunki sizga jiddiy pul lozim bo'lganda boshqalardan oldirab pul tutmaydiganligini allaqachon bilib bo'lgan. Shunglashqa yanchug'ingizga pishiq bo'ling. Hargizmi 3 yuan, 5 yuan, 10 yuanlik pulni kichik az ko'mang. Sizning hamyoningizni mana bu shunday kichik sonlar qurdab qo'ydi. Tijoratlikda ya bo'lsa tejam. Jiqqan pulingiz 5-10 tuman ketib ketgan bo'lsa-mu, obro'y ham so'lat qo'g'lishib qimmat buyumlarni qo'g'lashmang. Hamda qimmati 10 tumanda ochilgan mashinaga qo'l uzatmang. Siz o'ylab beqmang. Siz haq chekmagan japoni chekib, nurg'un kecha ismini qo'shib ishlab, uyqusiz tunlarni boshda o'tkazib, ming bir mushaqqat topgan pullaringizni shu qimmat baliq narsani setib olsangiz, arzimdi. Bu pullaringizni cho'qim o'zingizga mablag' seling. O'zingizga texmi bak pul yaraydigan, texmi ko'p qimmat yartalaydigan qilishga mablag' seling. Shunda siz texmi cho'ng luqmaga eg'iz tegalaysiz. To'rtinchisi, qurmingiz yasida igilik tiklashni sinab beqing. Biroq igilik tiklashning oldingi sharti bo'lsa, hargizmi zo'r miqdordagi mablag' emas. Siz ish boshlaganda to'van tanarq bilan kirish eg'izini topqilib bo'ladigan kichik turlarni sinab baqsangiz bo'ladi. Masalan, hozir do'yinni ishlash uchun bir tal telefon bo'lsa kifoya. Siz atrofingizga qarab beqing. Saviyasiz bilan ancha farqlanib ketmaydigan qurdoshingizga batadi. Pul depatidi, filmlar olqishga erishyapti demak, sizmi chuqum yaxshi qilib ketalaysiz. Ortiq ishkilanmang. O'zingiz yaxshi deb qaragan obdan filmlarni tahlil qilsangiz bo'ladi. G'ayrat qiling.